Angliya ommaviy sudi Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan yoki yurgizmaganligi haqida tekshirish olib bormoqchi. Birlashma agentligining xabar qilishicha, Angliyadagi donliq kishilik huquq advokati Jeffrey Ness mustaqil sud kollegiyasi tashkil qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur musulmonlarga qaratayotgan ig'ir kishilik huquq dafsandichiligining irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyatga yotadigan yoki yotmaydiganligini tekshirdigan. Kelar yili ijiladigan bu sudki isbot anglish yig'inida yanama ko'p dalil isbotlarning oshkorlanganligi mo'ljallanmoqda. Garchi bu ommaviy sud Angliya hukumati bilan munosabatsiz bo'lgan ommaviy sud bo'lsa-mu, biroq bu Xitoy hukumatini Uyg'urlarga qaratgan zulmida javobgarlikka tortishdagi muhim qadamlarning biri deb qaralmoqda. Bo'libmi advokat Jeffrey Nessning sobiq Yugoslaviya Federatsiyasining prezidenti Slobodan Miloshevicning Balkan urushi sababli xalqaro jinoiy ishlar sudida jazolanishida muhim rol o'ynagan bir advokat bo'lishi bu da'voni yanada ahamiyatli qilgan bo'lib, bu xabar har qaysi xalqaro axborotlarda keng xabar qilindi. Onun qarashicha, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan yig'ilish lagerlari va majburiy tug'mas qilib etish siyosati xalqaro irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga asosan irqiy qirg'inchilik shakllantirdi ekan. Angliya İşçilar Partiyasining parlament a'zosi, parlamentdagi Uyg'ur masalasi bo'yicha partiyalar guruhining boshlig'i Yasmin Qurashi, Baylen vaqt gazeti muxbirining o'zining xizmatdoshlari bilan Sharqi Turkistonga sayohat berish talabining Xitoy hukumati tomonidan rad qilinganligini aytdi. U agar haqiqatan yoshirg'idek narsa bo'lmasa, Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tez va cheklamasiz ziyorat talabiga yo'l qo'ymasligida hech qanday sabab yo'q dedi. İşçilar Partiyasining parlament a'zosi Qurashi Xitoyning 2 dunyo urushidan buyongi irqiy va diniy osonliklarga qarshi eng vahshiy zulm qilayotganligini ta'kidlab, agar Xitoyning haqiqatan yo'chirg'idek yer bo'lmasa, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tez va cheklamasiz ziyorat qilishiga yo'l qo'ymasligida hech qanday sabab bo'lmasligi kerak. Xitoyning bu masalada davomli qarshilik ko'rsatishi va hamkorlashishni rad qilishi bizning Uyg'urlar haqidagi qattiq andishalarimizni isbotlaydi. Bu paket aniq. Xitoy 2 dunyo urushidan buyongi irqiy va diniy osonliklarga qaratgan eng cho'ng yig'ilish lagerlarini qurdi dedi. Xitoyning shimolidagi Ichki Mongoliya rayonlik hukumat boshlang'ich maktablarda Xitoycha o'qitishni umumlashtirish siyosatini yo'lga qo'yganligini e'lon qilgandan keyin butun rayonda kuchli namoyish boshlandi. Ana tilini qo'g'dash uchun ko'chalarga chiqqan namoyishchilarga qarata Xitoy Jamoat xavfsizlik ministrligi chet el kuchlarining singib kirishi va bo'lgunchilik planiga qarshi bostirishni kuchaytirish haqida buyruq tushirdi. Xorkin rayonlik soqchi taraf namoyishda tortilgan 129 kishining suratini yo'llab, uchur bilan ta'minlaganlarga mukofot beradiganligini e'lon qildi. Rayonlik hukumat oldingi hafta boshlang'ich va o'rta maktablarda burundan Mo'ng'ul tilida o'qitiladigan adabiyot, axloq va tarix darslarining Xitoy tilida o'qitilganligini e'lon qilgan edi. Xitoy hukumatining bu yangi siyosati Mo'ng'ul tilining tadrijiy yo'qotilib, uning o'rnini Xitoy tilining ilishiga bo'lgan andishalarni kuchaytirdi. Reuters agentligining xabariga asoslanganda, Qozog'iston 7-oy va 8-oylarda Xitoyga neft eksportini ko'rinarli azaytgan. 7-oydagi Qozog'istonning neft eksporti 6-oydagi 99 ming tonnadan 12 ming tonnaga tushib, 3-oydan buyongi eng tuvan saviyaga tushib qolgan. 8-oyda bo'lsa 10 ming tonnaga tushirilgan. Qozog'iston doiralari neft eksport qiladigan davlatlar o'rtasida hosil qilingan kelishimga asosan davlatining neft ishlab chiqarish miqdorining azaytganligini e'lon qildi. Uchurlarga asoslanganda Xitoy virusi yuqumi sababidan Qozog'istonning neftga bo'lgan ehtiyojining eshishi eksportning tuvanlashini keltirib chiqarganligi o'tirg'a qo'yilgan. Buningdan boshqa Qozog'istonning Rossiya orqali G'arbga neft eksportidan qilgan foydasi uning Xitoyga qilgan eksportidan yuqori bo'lib, har tonnasining bahosi $25 va uningdan yuqori farqlandi ekan. Amerika hukumati Eronning neft setib olib, neft sohasida hamkorlashganligi uchun Xitoy va Arab Birlashma Xalifaligining bir qism shirkatlarga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu vaqtdagi bayonotida Eronga joylashgan Abadan neft ayirish zavodi, Xitoydagi Jihon kemachilik shirkati, Shinda xalqaro ashyo oborti, Xitoy energiyasi va Arab Birlashma Xalifaligi neft ximiya sanoatining embargo tizimligiga qo'shilganligi e'lon qilindi.
Bu qarorning sababi tilga ilingan şirketlar Erondan neft yoki neft mahsulotlarini setish va to'shish orqali Amerikaning Eronga yurgizgan embargosiga xiloflik qilgan bo'lib, shirkat bosh ijroiya amaldorlarining ayrim jazo tizimligiga qo'shilganligi ko'rsatildi.